Keyingi misolimiz D4 katakchasiga ushbu formula kiritilgan ekan, uning qiymatini topishimiz kerak ekan. Qanday qiymat qabul qiladi? Bu yerda mana berilgan formulaga e'tibor beradigan bo'lsak, valkab bunda valkab 4 ta argumentni qabul qiladi. Ha, birinchi, ikkinchi, uchinchi, bu to'rtinchi. Mana bu turgan 3 nimani bildiradi? Mana shu A2 va C4 kataklar blogidan 3'uni qidirsin deydi. Mana A2 hamda bizning C4 kataklar blogimiz mana. Ana shu blokdan 3'uni qidirsin deydi. 3'uni qidiradi va keyingi turgan 2 bu ikkinchi ustunni bildiradi. Ikkinchi ustunni. Ana 3'ni birinchi ustundan qidiradi. Mana birinchi ustundan qidiradi. 2 ikkinchi ustundan e, ikkinchi ustunni ikkinchi qiymatini deyapti. Ikkinchi ustunni qiymatini oladi. Ya'ni o'sha birinchi ustundan qaysi qiymatni topadigan bo'lsa, ikkinchi ustundan o'sha birinchi qatorda joylashgan qiymatni qabul qiladi. Ya'ni shu ustundan topgan qiymatni qatorida joylashgan qiymatni qabul qiladi. Bu yerga qo'yilgan false bu qanchalik aniqlik darajasini bildiradi. E, Aniq bo'ladigan bo'lsa, demak, true oladi. False bo'lsa, taxminiy qiymat olaveradi. Endi qaraymiz, demak, birinchi ustundan bizdan 3'ni qidiryapti. Mana 3'ni topdi. Endi qaraydi, ikkinchi ustunda shu qatorda ikkinchi ustunda qaysi qiymat to'xtabdi? Ya'ni biz topgan birinchi ustundagi 3 ning qatorida ikkinchi ustunda qaysi qiymat to'xtabdi? Bekzod to'xtabdi mana. Bu natijaga mana shu bekzodni oladi. Natija bekzod bo'ladi mana.